6 etajda lifti bor, shunaqa kartalardan ochiladi ekan. Xonadonimiz sizni kutmoqda. Keyin topimizda kuxnyani ko'ring, shunaqa remont zo'r qilib qo'yishibdi. Hamma ayollarimizga shunaqa chiroyli kuxnya nasib qilsin deb qolaman. Ilyasning ro'parasida joylashgan 9 etajkalik novostroykaning 6 etajda juda ham chiroyli variantini sotuvga chiqqan. Kirish eshigini oldi shunaqa issiqqina, bu yer kafil qilingan, ya'ni to'kli pol. Sanuzillarimiz alohida, kattagina hamma bir ikkita bo'ladigan kamchiliklarni uy egalari qo'yib berishmoqchi. Bolalar xonasiga ham shinamgina o'zingiz xohlaganingizdek mebel qo'yib olasiz va bu yerda kattagina mehmonxonamiz. Lyustralarga ham bitta e'tibor qilishingizni so'rayman, juda ham chiroyli remont qilishibdi. Pardalariga ham alohida e'tibor qaratishibdi. Kattalar yotoqxonasiga ham bitta e'tibor qarating. Barcha mebellari bilan juda ham chiroyli remont qilib qo'yishibdi. Pardalari ham chiroyli. Hali hech kim yashamagan bu xonadonimizda. Yangi turibdi. Bu xonadon sizni kutmoqda. Butun xonadonimizning kvadrati 97 kvadrat bo'lyapti. Narxini 110 ming AQSh dollar so'rashyapti. Yana ham xonadon sohiblari rastroshka qilib bo'lib berishga ham berishadi ekan. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, obuna bo'lib qo'yishingizni unutmang.